15-dekabrda boykot masalasi bo'yicha hop men mana shu sohada 8 yildan beri ichida yuraman, shu sohani Yandex ichidaman. Sizlarga uверенно aytishim mumkin, u boykotlar hech qanaqa hech narsaga ta'sir qilmaydi. Единственный ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bitta narsa bu o'sha kuni narx-navo baland bo'ladi, bo'ldi. Hech qanaqa ta'sir qilmasligining ikkita sababi bor akalar. Birinchi sababi Yandexda ishlaydigan hamma haydovchilar ham Instagramdan foydalanmaydi. Foydalansa ham bu videolarni ko'rmasligi 50-50. Bu videoni ko'rmagan inson demak bu boykot to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmaydi. O'sha kuni bemalol chiqib liniyada yurgan bo'ladi. Ikkinchi sababi, misol uchun u hammaning o'zini planlari bo'ladi. O'sha planlariga asosan ish qiladi. Ya'ni o'zini ro'zg'ori, krediti yo bir arendasi nima srogi kelyapti, puli tugaganmi, chiqib u odam majburlikdan Yandexda baribir ishini davom ettiradi. Shuning uchun eng zo'r varianti buni liniyadan chiqib ishlash. Okay? Agar shu narsani qiladigan bo'lsanglar, u boykot kerak emas. O'zi shundoq ham narx normalniy bo'ladi. Lekin boykot qilib nimanidir o'zgartiraman deb o'ylash bu xato, chunki 8 yillik tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Men o'zimning fikrim yana, lekin bari foydasiz bo'ladi, okalar. Salomat bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Hammaga zo'r daromad tilab qolamiz, okalar.